Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Xabarchi.uz kanalida O'zbekistonda va dunyoda kuzatiladigan so'nggi yangiliklar. Biz o'z ishimizni boshladik. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Video ostida bir dona like tugmasini bosib, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. Bugungi dasturimizda Nozimaning o'limi haqida onasi nimalarni gapirib berdi? Batafsil videoda xabardor bo'ling. Bir nafar bolaning onasi bo'lgan sirdaryolik Nozima uyidan o'lik holda topilgan. Ko'pchilik internet tarmoq foydalanuvchilari uni o'z joniga qasd qilganini aytmoqda, biroq Nozimaning tanasidagi jismoniy zarbalar oqibatida olgan og'ir jarohatlar, hatto bo'g'zidan pastga qarab tikilgan izlar holatga yanada shubha uyg'otgan. Marhuma ayolning onasining so'zlariga ko'ra, u qizining o'limi haqidagi xabarni 2026-yil 4-fevral kuni ertalab olgan. Shuningdek, ona qizi o'zini osib o'ldirgani haqidagi ma'lumotlarga ishonmasligini aytmoqda. Hech kimga ishonchim qolmadi. Biz Koreyadagi barcha taniganlarimiz u tarafga sotilib ketgan. Bizning Koreyadagi advokatimizga ham xatni berishmagan. Bunday holatda nafaqat yaqin qarindoshlariga ma'lumot taqdim etilar ekan. Shu sababli yaqin kunlarda Koreyaga boraman. Shundan so'ng barchasiga oydinlik kiritiladi, deydi marhumaning onasi. Ma'lumotlarga ko'ra, Nozima Koreyadagi o'zbekistonlik mehnat migranti, namanganlik 25 yoshli, nomi qisqartirilgan She ismli erkak bilan doimiy aloqada bo'lib kelgan. Voqea sodir etilgandan bir necha soat oldin ular o'rtasida tortishuv yuz bergan va shundan so'ng ayol She'ni tashqariga kuzatib qo'ygan. Shu kuni yo'q Nozima She'ning do'sti, nomi qisqartirilgan Sebga qo'ng'iroq qilgan. Qo'ng'iroq mahali She do'stining yonida bo'lgan. Qo'ng'iroqdan so'ng Nozimaning uyiga borgan Sebe uni osilgan holda topgan. Yana bir shubha uyg'otuvchi holat ayolning vafoti paytida yozib olingan ovozli xabarlarda bo'g'ilayotgan aks etgan va yonida bo'lgan erkaklardan biri Nozimaga qarata o'lib ketaver degan. Ayolning murdasi O'zbekistonga olib kelingach, ekspertiza o'tkazilgan. Olingan ma'lumotlarda tananing tashqi tomonidan jarohat olgani tasdiqlangan. Shu jarohatlar o'limdan oldin yoki o'limdan so'ng olingani haqida hozircha aniq ma'lumotlar yo'q. Hozirga qadar Koreya tomonidan faqat tibbiy ekspertiza natijalari berilgan. Sud tibbiy ekspertizasi esa berilmagan. Murdaning holati nihoyatda yomon bo'lgani uchun onasi tomonidan O'zbekiston Bosh prokuraturasiga murojaat qilingan. Prokuratura Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekistonning Koreyadagi elchixonasi orqali Koreya politsiyasiga holat yuzasidan xabar qilingan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Turkiyaning Balıkesir viloyatidan 46 yoshli Dilafruz Cho'liyevaning jasadi topilib O'zbekistonga qaytarilgan edi. Mazkur jinoyatni sodir etishda gumonlanib 4 nafar shaxs qo'lga olingan bo'lib, hozirgi vaqtda tergov harakatlari davom etmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.